Donald Trampdan Putin urushni to'xtatmoqchimi deb savol berishdi. Tramp javob berdi. Buni sizga ayta olmayman, lekin taxminan 2 hafta ichida sizga xabar beraman. Putin bizni biror narsa qilishga undayaptimi yoki yo'qligini tez orada bilib olamiz. Agar shunday bo'lsa, biz biroz boshqacha munosabatda bo'lamiz, dedi Amerika rahbari. Ukraina mudofaa vaziri Rustam Umerov hafta oxirida bo'lib o'tgan yirik asirlar almashinuvidan so'ng Rossiya delegatsiyasi rahbari Medinskiyga qo'ng'iroq qildi, deb ma'lum qildi Ukraina rahbari. Biz rossiyaliklar bilan aloqada bo'ldik. Ukraina mudofaa vaziri janob Medinskiyga qo'ng'iroq qildi. Ular bo'ladi deb javob berishdi. Ammo kutganimizni olmadik. Biz Qo'shma Shtatlarga murojaat qildik. Ular ham Moskvaning javobini kutyapti. Hamma kutmoqda. Ehtimol endi kutishga arzimaydi. Jiddiyroq choralar ko'rish kerak, dedi Vladimir Zelenskiy. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaraning ikkinchi bosqichi 2-iyun kuni Istanbulda bo'lib o'tishi mumkin, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov. Ukraina rasmiylari hozircha bu xabarni tasdiqlagani yo'q. Ukraina iyun oyida o'tkaziladigan NATO sammitida ishtirok etishi kerak, dedi Ukraina rahbari. Ukraina rahbarining boshqa bayonotlari. Rossiyaliklar tinchlik muzokarasini buzishga urinmoqda. Ular navbatdagi ikki tomonlama uchrashuv o'tkaziladigan joyni tanlamayapti. Moskva urushni tugatmaslik uchun doim bahona izlab yuradi. Bizga havo hujumidan mudofaa raketalarini yetkazib berayotgani uchun Germaniyadan minnatdormiz. Menimcha AQSh Rossiya talab qilganidek Ukrainani 4 ta viloyatdan qo'shinlarni olib chiqishga majburlamaydi. Ukraina Belarusda Rossiya bilan muzokara o'tkazishni istamaydi, chunki bu davlat hududida bizga qarshi raketalar uchirilgan. Rossiya armiyasi Dnipropetrovsk viloyatining ma'muriy chegarasini kesib o'tishga harakat qilmoqda. Rossiya Sumi yo'nalishida 50 mingdan ortiq harbiyni to'plamoqda. Moskva kuniga 500 ta dron ishlab chiqarishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Kremlning tinchlik bo'yicha takliflarini ko'rib chiqamiz va aniq javob beramiz. Muzokara uchun eng maqbul maydonlar Turkiya, Vatikan va Shveysariyadir. Urush 2026-yilning iyunigacha davom etishi mumkin. Bu sanaga kelib, Rossiya g'arb sanksiyalarining ta'sirini jiddiy his qila boshlaydi. Biroq Ukraina yana 1 yil jang qilishni istamaydi. Biz uchun bu juda uzoq muddat, dedi Vladimir Zelenskiy. Putin o'z g'alabasiga ishonayotgani sababli Rossiya yirik hujumga tayyorgarlik ko'rmoqda. Hujumning asosiy yo'nalishi Donetsk viloyati bo'lishi kutilmoqda, deya ma'lum qildi Washington Post. Putin va Zelenskiy uchrashishi mumkin, ammo bu ikki davlat delegatsiyalari o'rtasidagi aniq kelishuvlar natijasi bo'lishi kerak, dedi Rossiya rahbarining matbuot kotibi Dmitriy Peskov. Putin va Zelenskiyning ehtimoliy uchrashuvi bo'yicha Moskvaning pozitsiyasida hech qanday o'zgarish bo'lmaganini aytdi. Bunday uchrashuv ikki davlat delegatsiyasi o'rtasida turli yo'nalishlar bo'yicha aniq kelishuvlar natijasi bo'lishi kerak. Bu borada bizning pozitsiyamizda hech qanday o'zgarishlar yo'q, dedi Dmitriy Peskov. Kit Kellogg Rossiya rasmiylarini tinchlik takliflari o'rniga yadro urushi bilan tahdid qilgani uchun tanqid qildi. AQSh rahbarining Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogg Rossiyaning sobiq rahbari va Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedevning bayonotlariga izoh berdi. Medvedev Trampning Putin olov bilan o'ynashyapti degan fikrlarni sharhlar ekan, men faqat bitta yomon narsani bilaman. Bu 3-jahon urushi. Umid qilamanki, Tramp buni tushunadi deb yozgan edi. Kellogg bu bayonotlarni mas'uliyatsizlik va qudratli davlat uchun nomaqbul deb atadi. Siz bir hafta avval va'da qilgan Ukrainada o't ochishni to'xtatish bo'yicha memorandumning Rossiya tomonidan beriladigan variantini kutyapmiz. Darhol o't ochishni to'xtating, dedi amerikalik siyosatchi. Tramp Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy etish masalasini hal qilmagan, deya ma'lum qildi Politico. Nashrning qayd etishicha, AQSh rahbari agar Washington tomonidan yangi iqtisodiy sanksiyalar bilan tahdid qilinsa, Moskva o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaradan voz kechishdan xavotirda. Rossiya bu masalaga jiddiy yondashishi kerak, deb ma'lum qildi AQSh davlat departamenti. Qo'shma Shtatlar davlat departamenti matbuot kotibi Tammy Bruce brifingda AQSh rahbari Donald Trampning
Rossiya rahbari Vladimir Putin haqidagi bayonotlarini xafa bo'lish belgisi sifatida qabul qilmaslik kerakligini aytdi. Jurnalistlardan biri bu bayonotlarni Washingtonning Moskva bo'yicha siyosatini tuzatish kontekstida ko'rib chiqish kerakmi deb so'radi. Men buni hafsalasizlar bo'lish holati deb atamas edim. Bu turli mintaqalarda tinchlik o'rnatishga harakat qilgan insonning bayonoti. U o'z fikrini aniq bayon qildi. Menimcha, Rossiya bu gaplarni jiddiy qabul qilish kerak, dedi Temmi Bryus. Seshanba kuni Donald Trump Putin olov bilan o'ynashyapti. Agar men bo'lmaganimda, Rossiya bilan juda yomon voqealar sodir bo'lardi, dedi. Bundan oldin esa Rossiyaning Ukrainaga uyushtirgan ommaviy zarbalaridan keyin Trump Putinni butunlay aqldan ozgan deb atagan edi. Kreml buni emotsional reaksiya deb baholadi. Men Trumpning emotsiyalari haqida gapirmayman. U nimaga erishmoqchi ekanini aniq biladi. Menimcha, biz hammamiz undagi shu sifatni qadrlaymiz. Agar ruslar yuz berayotgan voqealar mohiyatga befarq bo'lmaganida, ular bu haqida kamroq o'ylab, hozirgi qon to'kish va qirg'inni to'xtatish uchun o'z qo'llaridan nima kelishini ko'proq o'ylagan bo'lar edi, dedi davlat departamenti vakili. Putinning Ukraina bo'yicha tinchlik sharti, sanksiyalarni bekor qilish va NATOning kengayishini to'xtatish va'dasi. Yuqori lavozimli rossiyalik manbaga ko'ra, Putin AQ yetakchiligidagi NATOning sharqqa kengaymasligi haqida G'arb davlatlaridan yozma kafolat olishni istamoqda. Bu esa Ukraina, Gruziya, Moldova va boshqa Sovet respublikalarining NATOga a'zo bo'lishidan rasmiy ravishda voz kechishini anglatadi. Belgiya tashqi ishlar vaziri: biz Isroilga qarshi sanksiyalar joriy qilamiz va bolalar halok bo'lmasligi uchun G'azo qamali yaqin vaqtlarda olib tashlanish kerak. Ukraina siyosat oliygohi rahbari Ruslan Bortnik: agar Kiyev qolasa, Yevropa tishlargacha qurollangan Rossiya qarshisida yalang'och qoladi. Bortnikning fikricha, agar Rossiya Ukrainani egallab olsa, Yevropa uchun jang boshlanadi. Rossiyaning Ukrainaga hujumdan maqsad Yevropaga yetib borish, deb hisoblaydi siyosatshunos.